homiladorlikdan saqlanmoqchimisiz? Unda azizlarim, mana bu Mirena spiral bilan saqlanish bo'lmaydi. Bu faqat qachon? Qon ketganda, adenomioz, mioma, giperplastik proseslarda bachadonda ishlatiladi. Qon ketishini kamaytiradi va uxlatib qo'yadi adenomioz o'choqlarini. Saqlanish uchun mana bunaqa spirallar bor. Kumush, har xil formadagi va davolovchi. Multiloid spiral juda yaxshi ko'raman, mana shu spiralda juda zo'r joylashadi bachadonga. Implanon tug'ish yoshidagi ayollarga bilakka qo'yiladi. Yallig'lanish chaqirmaydi. Va siz kutgan tilla spiral, ya'ni 10 yilga. Mana shu spiral. Barcha spirallarni faqat ginekolog ruxsati bilan, konsultatsiyasi bilan qo'yasiz. Oliy toifali akusher-ginekolog, reproduktolog xirurg Qobulova Gulbahor Pirimkolovna.